Assalomu alaykum. Assalomu alaykum dehqon akalar. Mana 11 kilovat 200 diametrda suv nasos ikkita 11 kilovat chiqarishi. Suv joyda oqayapti mana. Kattakan latokda. Bo'ladimi? Xo'p. Xullas, ikki balandligiga 10 metr, uzoqligiga 37 metr. Mana joyga kelib o'rnatdik. Inshaalloh soatiga 350 kub nasos. Keraklicha bosimda chiqaryapti. Xudo xolasa. 11 kilovatli nasoslar. Mana. Amperajlari ham juda yaxshi. 22 amper ishlash kerak. 21 amper ishlayapti. Mana hozir sizlarga nasos o'rnagan joyini ham ko'rsatamiz. Xullas, manzilga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati Mingbuloq tumani. Xullas, Gulboqqa yaqin. Bu yerda manzil nima deyilardi beyda? Alamida ekanman. Mana alamida. Mana kattakan nasosni yurgizgan juda qiynalishar ekan. 75 kilovat, beyda esa 211 kilovat. Suvga tushirdik. Polietilen quvurlarda mana bu joyini bemalol kesib, ya'ni bo'shatib, ertaga nasosni chiqargani ham qulaylik. Juda yaxshi. Xo'p. Nasos $620 dan shu yerga yetib kelgan 11 kilovatlik 200 taligi va trubasi 1 metri 120 ming so'mdan mana shu joyga kelib tushdi, ya'ni 125 ming so'mdan yo'l kirasi bilan. Shitlarni ham ko'rsatamiz. Aniqroq mana shu joyga ko'raylik. 21.4, 21.4 ikkalasi ham bir xil ishlayapti. Shu cho'chkalar ham joy-joyida, xudo xolasa. Ikkalasiga 100 amperlik avtomat. Doim nima qo'yaman? Ya'ni 100 amperlik puskatil qo'yganman, sababi tok kuchlari pasayib ketganda yopishib qolmaslik uchun. Kumush kontaktlik ishlashlari juda yaxshi. Xo'p, shiti mana shu holati ikkala nasosniki 3 milliondan o'tdi. 3 million 400 ming, 3 million 500 ming atrofida bo'ldi. Xullas. Tok kuchlanishlari ham juda ham zo'r. Hech qanaqa qizishlar yo'q. Yana bir bor aytib o'tib ketaman masofasini. Suv chiqqan joyida, mana shu, ya'ni suv sathidan, mana hozir ozni pasayibdi ham. Chiqqanicha 37 metr. Ko'rib turibsizlar. O'sha mana Sardor aka, suv yetmayapti bosimi. Suvni bosimi yetmayapti deyman. Ana o kuldirgich bo'lyapti. O o'chirsak seziladi sirazi. O ko'ryapsizmi nasosdan o namlangan yerini? Suv pasaydi nasos ikkalasi yurganiga. Xo'p, juda yaxshi. Xullas. Hozir endi o'chiramiz. O'chgan vaziyatini ham ko'rsatib qo'yamiz. Shu o'chgandan keyin orqasiga mana musor mazlamayda judaladi. Orqaga tortib chiqarib yuboradi. Moy chiqyapti, bittasi tagida bachogi bor. Ya'ni maslani idishiydi. Shunaqa gaplar. Bo'ldi. Suv ham tugadi. Ammo chalanglar surib yuborasiz, o'n bo'ladi. Erta tozalab qo'yasiz. Yopishib qolib bitta muammo chiqarmasin. Ajoy. Wow! Hop. Sana suv joyiga chiqyapti, ko'ryapsizlarmi? Ya'ni nasos o'chganda. Xullas, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Inshaalloh endi sekin qaytamiz fermer akamiz. Yashnar akamiz. Ketdik.